Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun Sayyidul Ayyom Hajjul Masokin bo'lgan juma kuni qabristonni ziyoratiga kirdik. Allohim bu qabrda yotgan barcha mo'min va mo'minot, muslima muslimotlarning qabrlarini qiyomat kunigacha jannat bog'laridan bir bog' qilgin. Qabrdagi bo'layotgan savol javoblarni oson qilgin. Bandalik bilan bilib bilmay qilgan gunohlarini mag'firat qilgin. Allohim o'zingni kalomindan bir tilovat qilamiz. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Arrohmanir rohim. Maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâlîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Sadakallahul aliyyil azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Allah'ım o'zingni kalomindan tilovat qildim. Xato kamchiliklarni o'zing kechirgin. Allohim savoblardan shu yerda yotgan jamiki mo'min va mo'minot, muslima muslimotlarni ruhoniyatlariga fisobillah baxshida qildim. Allohim qabr ahllarini Allohim bilib bilmay qilgan gunohlarni mag'firat qilib, qiyomat kunigacha Allohim o'zing qabr azobidan panoh berib, Allohim qabrdagi savol javoblarni oson qilib, Allohim qiyomatda Jannatul Firdavslarda o'zingni jamolingni ko'radigan bandalaring qatorida bo'lishliklarini barchalariga nasib qilgin. Allohim qolganlarni salomat qilgin. Allohim yurtimizni tinch, osmonimizni musaffo qilgin.